Mana endi hozir mening Muhammad Ali polvon o'lim bilan Davron polvon o'lim ikkovi dangal olishyapti. Endi ko'ringlar, ana qanday qo'shcha qilib tashlayapti, qo'shcha qilib. Ana jig'ita ekan-ku. Keyin g'olibning qo'lini ko'tarak. Endi mana Muhammad Ali g'olib bo'ldi. Mana birinchi o'rin. Ana shunday, senga qo'l sen jig'itsan qo'lini ko'taradi, jig'itmasa qaytib qo'lini ko'taradi. Ha. Berishim kerakmi nima? Oling Muhammad Ali boy. Olg'a ha. Mikka mushla. Ha. Gazini ber. Ana qanday jig'itdi? Halol bo'ldi, halol. Umuman super halol. Super polvon, keyin qo'lingizni ko'taraylik oğlum. Yo'q, jig'ilgan odam qo'lini ko'tarmaydi, kerakki. Qo'l ko'targan ikkita odamni. 3 ta ko'raman. Ha, mayli, kerakki sening ham qo'lingni ko'taraylik. Mana. Ha, Men chempion bo'ldim. ha. Nezatar. Mana chempionimiz. Ana, Muhammad Ali polvon g'olib chiqdi. Endi hozir Muhammad Ali polvon haqiqiy chempionlik uchun olishyapti. Bir ko'rsam sarkasi bor. Bitta oti bor, bitta mashina bor. O'rtaga qo'yilgan. Shuni olish kerak. Ha. Chilber. Qattiq chilber olma. Ha. Bosdi. Ana dangal bosdi. Qanday bo'ldi? Ha, ana shunday ul bo'ladi-da, ana shunday ul. Keng urma endi mana. Bitta deb jaring, deb bitta. Endi dadam jig'itsa oson. Ha. Endi yana bitta jig'itadi. Endi yana bir olchadi ikkovi. Ha. Olishing qara. Muhammad Ali polvon bilan Davron polvon ikkovi ham olishmoqchi. Ha. Mana. Qasidat, chilbir. Davron polvon olsin ham. Ey, yabana. Ha, ana yana jig'itdi. Qanday bo'ldi ekan? Ana shunday bo'ladi. Ana shunday olish ko'rmaganmisizlar-da. Keyin endi qo'lingizni ko'taraylik oğlum. Endi bu yoqqa qo'lingizni ko'taraylik. Sizni qo'lingizni yana bir ko'taraylik. Muhammad Ali polvon yana jig'itdi. Mana ko'rmaganmisizlar, ko'ringlar. Yana bosh sovrinni oldi. Dada, Ha. endi siz Menga qara, sheringni aytib berasan endi. Ha. Kim edi? Nalaqtur. Karim bobomiz, mana nima edi? Islom bobomiz. Islom bobo o'tadigan qabrim sayesinde mustaqillik universiteti ot qo'yishga o'xshaydi. Ha. Endi 14-yanvarda kuni aytib ber. Bilmaysan, tez bu. O'rtoq qilamiz.